Mangari, turganda xotin gapirmaydi. Meni oldimda sen nima begonaga gapiryapsan? Odamlar ko'rsa so'ltaman deb o'ylaydi. Hop, uzr. Qayerga borasizlar, uka? Aka bozorga. Yana nima kerak, aka? Tushonka ham kerak ekan. Ana tushonka olib bering. Belorussiyaning Slovenskiy tushonkasidan. Do'stim, ne mana? Uyga borganda qarang. Hoy aka, uzum oling. 2 kilo tortinchi bo'lmasan? Ash xotin bilan baxtli bo'ling, tushundingizmi? Aktaga unda g'olib bo'lganing bilan mana shu mashinaga atsang yaxshi kunlargami? Qanaqa mashinani keldi bu, reis bu? Bu Nexia 3 demaydi. Bu qora Gentra avtomat kaliti. Rahmat. Aka kreditdan keladi Gentraga. Qanaqa kredit? Sovg'a qilgani menga u Gentrani. Hadim aka sizni nomingizga chiqqan ekanda o'sha mashina. Ish bilan o'zi oylik to'lov. 3 million 600 demayman. 4 million 800 ham demayman. 60 oy atiga 7,5 milliondan to'lab yursangiz bo'ldi. Aka, mana yurtimdan anor suvidan oldik-a. Ha, bo'l, hop. Aka, baki. Do'konchi telefonga chalib pulga qaramadi, o'zimiz seldi qilaylik. Aka, oylik men berib olaysiz, dash qaytarasizmi? Uzr uka, qaramay qolibdi hozir. No. Bugün 2 soat informatika. Siz? Hamma yasanlar, to'ydim. To'y yo'q, ish bor. Birinchi aksiyal o'qituvchilar kuniga Texnouz aksiya qilyapti. O'sha yerda xaladilni olmoqchiman. Futbolga kiyib borsiz bermas ekan xaladin. Yo'q, unaqa emas. U aksiya o'qituvchilar uchun ekan. O'qituvchilarga berishar ekan. Men qassobmani. O'shanga domlaga o'xshab oldim. Qalay o'xshabmanmi? Ha, o'xshabdi. Bu kamda men bilan borgan. Mabodo ishonmasa ustozim deb yuborasan. Xo'pmi? Ha, bo'ldi. Yur. Kelinglar aka. O'qituvchilar kuniga aksiya qilib mana shu yerda hamma narsani o'zini pulini o'noyga bo'lib beryapsizlar ekan. Yana qo'shimchasiga sovg'a ham beryapsizlar ekan. Aksiya tugab bo'lmadimi? 29 sentyabrdan 4-oktyabrgacha edi. Hozir 10-gacha cho'zib qo'ydik. Siz rosa o'qituvchimisiz? Mana shunaqa deyishingizni bilib o'quvchimni olib keldim. Ayt o'zing. Ha, rostdan ingliz tili domlamlar. Bo'lmasa mana shu tarjima qilib beringchi, nima deydi? Aka adash ketib musiqa domlamaydir o'zi. Ha, bo'ldi, yo'q, rozi ashillayapsiz hali. Qassobman men. O'ltoy tez bozorlikda qilib uyga borish kerak ekan. Nimaga? Ayezetlari qarindoshlaringiz kelar ekan bugun. Ha. Hech bilagansiz? 1 kilosi 16 ming, 15 qilib beramiz aka. 15 ming beraman. 2 kilo berasizmi? Ya, to'g'ri kelmaydi-ya. Tuxumlarni hech bilagan qizim. 1,5 ming, 1,200 ming so'm. Men so'mligidan 20 ta bering. 15 ming beraman. Dada, 20 ta beravering, men so'mligidan 30 ming beramiz. Qaytim kerak emas. O'ltoy, siz chataqbala bo'libsiz, qizlar oldida shidiriy bo'lib ketdingiz qarang. Dada, sizlar qo'y. Hamma narsa ikkita olyapmiz. Abruli ammengizni ko'rib o'tib ketamiz-da yo'l-yo'lga. Ammami eri yo'qmi? O'zlari bozor qilolmaylarmi? Ular demay o'ltoy. Erkak kishi apa singillarni siylay rahm qilib ko'rib turishi kerak. Siz ham katta bo'lsangiz, mana shu ishni qilasiz. Yosh o'tgandan keyin bunaqa baqir chaqirga to'xtat qolmas ekan. Avvalla gapildi, bu magazingacha. To'xta. Bitta sharti bor. Faqat chiroyli, foydali narsa olasizlar. Uni bo'larmas narsa olmaydi. Mana. Bor. Magazinga. Ularning yedi bular. Qaranglar balla. Mana dadam bergan pulga hech balo kelmaydi. Hozir men do'koncha makin chalatib turaman. Yigilaring kelgan narsani olib qo'chaveramiz, xo'pmi? Ana akani kirishinglar bering. Ana, qani sanlar? Telefonim qani? Ha qo'shni. Butunlaki o'liz boshchiligida bir to'la balachalar kirib, do'konda narsalarga qo'shib, telefonni ochib ketibdi. Qanaqa tarbiya bergansiz?
Shuna bo'ldimi? Qani o'zi balla, yuring-chi baqa. O'tirmizinglar. Nima olding ham bakin telefonni? Mustafa multfilm ko'raman dedi. Ko'rib uni qaytib bermoqchi edi. Olib kel bunaqa. Shuna uzr ha endi. Telefoningiz. Buni olgan narsalarga. Uzr, men o'zim urushib qo'yaman. Yosh balada endi, nima qilasiz? Nima bo'lar ekan so'ramasdan olsa? Gunohxo'r ekan. O'g'irlik qilish yomon. Yana bir marta mana shunaqa ish qilganingni ko'rsam yo eshitsam, qo'lingni sindiraman ham men. Tushundingmi? Bor ham men. Sharmandalar.